Bugun avtosportning drift yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati boshlandi. Drift avtomobilni murakkab usulda boshqarishni talab etadi. Unda yurtimiz vakillari qatorida qo'shni mamlakat sportchilari ham ishtirok etdi. Qatnashchilar mashg'ulot o'tkazib, saralash poygasiga tayyorgarlik ko'rishdi. Toshkentda drift bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatining ilk bosqichi start oldi. Dastlabki kunda poygachilar uchun maxsus uchrashuv va avtomobillar texnik ko'rikdan o'tkazildi. Qatnashchilar avtomobillarni sozlab olishdi. Musobaqada o'tgan yilgi sovrindorlar bu yil natijalarni yaxshilash niyatida. Сегодня еще такой двойной праздник для нас, как и Bugun biz uchun qo'shaloq bayram. Navro'z bilan birga drift bo'yicha chempionat boshlanyapti. O'tgan yili Samarqand va bu yerda ham ishtirok etganman. 3-o'rinni olgandim. Bu yil uni yanada yaxshilash niyatidaman. Avtomobilni tayyorlashda o'tgan yilgi xato va kamchiliklar e'tiborga olingan. Boshqaruv yanada yaxshilangan. Машину готовили, дорабатывали радиатор. Mashinani yaxshi tayyorladik. Radiatorni ortga oldik, baland-pastligini sozlab oldik. Qozog'istonlik mehmonimiz Maqsad Qayumov test qilib, unga yuqori baho berdi. Ishtirokchilar mashg'ulotda poyga mashinasini sozlab olgach, saralash dasturida startga chiqadi. Bu orqali asosiy poyga juftliklari aniqlab olinadi. G'olib esa play-off yo'nalishida aniqlanadi. Eslatib o'tamiz, 2024-yilgi milliy bosqich yakunlariga ko'ra Dilshod Yusupov g'olibga aylangan, Anvar Karimjonov, Arsen Aliyevlar sovrindorlar safidan joy olishgandi. Navbatdagi bosqich Samarqand shahrida tashkil etiladi.